Assalomu alaykum aka-ukalar, musofirda yurgan do'stlar. Bugun biz Muzrabotdan video qilyapmiz, Surxondaryo viloyatidan. Bilasizlarki, bugungi kunda Muzrabotda katta yo'l qurilish ishlari amalga oshirilib borilmoqda. Sovet vaqtida bo'lgan mana shunaqangi eski asfaltlar bugungi kunga kelib yo'llarimiz ta'mirlash ishlari olib borilib, toshlar to'kilgan, tekislangan, asfalt qilishga tayyor bo'lib qoldi. Mana bu yo'lning ikki tomoniga, narigi tomoniga ham ko'ryapsizlarki, tuproqlar to'kilib kelgan, bu tomonga ham manzarali daraxtlar ekiladi. Yo'lning bu tomoniga, ya'ni nechidir kilometrdan turbalar olib kelingan va turbadan suv olib kelib, mana archa ko'chatlari ekilgan, ikki qator qilinib, archa ko'chatlarimiz sug'orilib borilmoqda. Xudo xohlasa, mana shu yozdan eson-omon o'tadigan bo'lsa, bu daraxtlarimiz bir ajoyib manzara kashf qilib qoladi, ya'ni yo'llarimizning ko'rkiga ko'rk qo'shadi. Bilamizki, Muzrabot tumani Turkmaniston bilan chegaramiz bor. Mana shu trassamiz asosiy trassa hisoblanadi. Agarda Turkmanistonga yo'l ochiladigan bo'lsa, bizning Muzrabotimizga ham ancha nimasi bor, foydasi bor. Bilamizki, Turkmanistonga yo'llarimiz yopiq, asosiy trassamiz mana shu bo'ladi. Musofirda kuzatayotgan aka-ukalarimizga omad tilab qolamiz. Bizning mana shu Muzrabotimizdagi yo'l qurilish ishlaridan qisqacha video qilyapmiz. Yo'llarimiz ancha abgor holda edi. Bugungi kunga kelib bizga ham, bizning tumanimizga ham mana shunaqangi e'tibor qaratilib borilmoqda. Bizning yo'llarimiz ham ajoyib, go'zal bir yo'llarga aylanib qoladi, xudo xohlasa. Barchaga rahmat, sog' omon bo'lasizlar do'stlar. Kuzatishda davom eting. Omad hammaga.